Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar. Mana siz ko'rib turganinglar Xitoy reduktorlari ko'p оборудование производстволariga qo'yiladigan og'ir yengil qiladigan o'sha spециальный ishlarni, vazifalarni bajaradigan reduktorlar. Bularning har xil assortimenti bor. 3 kilovat, 4 kilovat, 5 kilovat, 6-7 kilovatlilari 22-30 kilovatgacha bor. Har xil assortiment. Endi ko'pchilik qiziqib so'raydi, nimaga qo'yiladi, nimaga ishlatilinadi deb. Bular aslan konveyer lentalar, keyin quduq qazadigan apparatlar, keyin yo'mkislar, qoradigan shunaqa narsalarga qo'yiladi aslan. Undan boshqa yana turli xil yo'nalishlarda qo'ysa bo'ladi bemalol. Bular hammasi o'zimizda Xitoy reduktorlar. O'zimizda Toshkentda kelesda sotiladi. Ko'pchilik qidirib yuradi bu narsani, Xitoyga zakaz beradi. Xitoyga zakaz bersa qimmat aylanadi bu narsa. Ish to'xtab qolsa, boshqa bo'lsa, oyoqdan chalishi mumkin. O'zimizda kelgan bu narsalar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda yana obzor qilamiz. Bundan boshqacha reduktorlarimiz ham bor, assortimentlar, motorlar xilma-xil.